Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlarga yana bir bor murojaat qilamiz. Kanalimizdagi videolarni har safar 10-15 ming kishi tomosha qilmoqda, ammo obunachilar soni bu ko'rsatkichga yetmayapti. Agar har bir tinglovchimiz obuna bo'lish tugmasini bossa, bu biz uchun katta ko'mak bo'lardi. Ishonamizki, bu qiyin ish emas. Sizning birgina bosishingiz bizga kuch, rag'bat va ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Qo'llab-quvvatlov bo'lsa, yangi hikoyalarni tez-tez chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Sukut ortida 8-qism. Muallif Shamsinur. Tunda cho'chib uyg'onib ketdim. Onam tushimga kiribdilar. Ular nuqul oppoq qog'ozga nimadir chizib o'tirar emishlar. Men negadir bir og'izam gaplashmadim. Faqat oyimning ishlarini kuzatib turdim. Oyim o'rnlaridan turganlarida biz meni qizligimdagi xonamda edik. Onam sekin borib rasmlarim turadigan joydan ikkimiz tushgan suratga qarab jilmayib turdilar va suratni qayta joyiga qo'ydilar. Endi og'iz juftlagandim, ko'zdan g'oyib bo'ldilar. Men esa o'ngimda ham onajon deb baqirgandim. Amaya, o'zingga kel. Bu tush edi. Abror meni mahkam quchgancha ovutmoqchi bo'lardi. Abror aka, onam bilan gaplasha olmadim. Ularni juda sog'indim. Onajonimni sog'indim. Yig'lama jonim, hammasi yaxshi bo'ladi. Onang doim sen bilan. Yig'lasang azoblanadi. Kel uxlaymiz. Abror meni bag'riga bosgancha sochlarimdan silardi. Men ham qancha turdim, uxlab qolgandim. Tongda esa Abrorga ota uyimga borishim kerakligini aytdim. Iltimos, meni uyimga olib borib keling. Uyingni sog'indingmi? Yo'q, uydan rasmlarni olib kelaman. Onam bilan tushgan rasmlarni. Yoshligimdan boshlab. Xo'p, mayli, olib borib qo'yaman. Ungacha bir-ikki ishimni hal qilib olishim kerak. Xo'p. Abror meni ota uyimga qoldirib ketganidan keyin yaqinlarim bilan ancha suhbatlashdim. Ularni juda sog'ingan ekanman. Ayniqsa katta oyimni. Keyin qizligimda yashagan xonamga o'tib narsalarimni ko'zdan kechira boshladim. Uyda xona ko'p bo'lgani uchun onam va meni xonam o'zgarishsiz turardi. Shkafimning pastki tortmasdan suratlarni olib birma-bir ko'ra boshladim. Mana bunisi onam menga qizil chiroyli ko'ylak olib kelganida tushilgan. Bunisi tug'ilgan kunimda. Bunisi bozorga borgandik onam bilan. Suratlar har bir hodisani yodga solib davom etardi. Endi e'tibor beribman. Onam biror marta nizomni oldida rasmga tushmagan. Chetda alohida bo'lib turibdi. Ko'zlarida mung bor. Men yillar davomida payqamagan mung. Bir dasta suratlarni olib alohida sumkaga soldim. Kitoblarimdan bir-ikkitasini o'qishga olsam deb ko'rayotganimda, nogoh ko'zim shu kecha tushimda onam yozib o'tirgan daftarga tushdi. Ha, yanglishmadingiz. Men kundalikning davomini topgandim. Ammo uning nomi boshqacha bitilgandi. Niyozbekka maktublar daftarining orasida esa mendagi kundalikdan qirqib olingan varaqlar bor edi. Nega onam bunday qilgan? Bu esa menga jumboq bo'lib qolmoqda. Kundalikni topganim uchun o'qishga birorta kitob olmadim. Abrorga qo'ng'iroq qilib chaqirdim u katta oyim bilan xayrlashishga kirdim. Shalolaniyam to'yini boshlaymiz. Kuyov bola qayerlik? Otangni bir do'stini o'g'li. Ha, demak, Shalola o'zi aytgan yigitga turmushga chiqmoqda. Bundan xursandman. Qachon rozilik bermoqchisizlar? 2 kundan keyin telefon qilaman, kuyov bilan kelasan. Xo'p, oyi, kelaman. Abror kelgach u yerni tark etdim. Tezroq uyga borgim va kundalikni o'qish ishtiyoqida yonardim. Otang qo'shma korxona rejasini taqdim etdi. Siz nima qilmoqchisiz? Boshim qotgan. Abror aka, qonundan xabaringiz bormi? Qanday masalada yordam kerak? Necha yillar oldin o'lib ketgan odamni mol-mulkini o'zlashtirib olinsa, uni yagona vorisi paydo bo'lsa, mol-mulk kimga tegishli bo'ladi? Voris ekanini isbotlay olsa, vorisga tegishli bo'ladi.
Agar isbotlay olmasa-chi? Guvohlar bo'lsa, bu ham qo'l keladi. Nega so'rab qolding? Shunchaki bir dugonam shu mavzuda bahslashgandik. Bizni uyda ham tinchlik kutib turmagan ekan. Sarvinozni onasi kelibdi. Ha, boyvachcha, qo'sh xotinlik bo'lib, bosar tusaringizni bilmay qoldingizmi? Assalomu alaykum amma. Saloming boshingda qolsin. Qizimni umrini xarob qilding. Manavi megajinga uylanib endi guldek qizim pufsassiq bo'ldimi? Noila, bas qil. Siz jim turing opa. Barisini siz boshladingiz. Yetim bu boshini silaylik deb taltaytirib yubordingiz. Ana nima bo'ldi? Uylandi. Siz esa qasosini olish uchun uylandi. U qizni xor qiladi, Abror dedingiz. Mana boshida ko'tarib yuribdi-ku. Xola, meni hayotimga aralashmang. Men nima qilayotganimni yaxshi bilaman. Qizimni olib ketaman. Sen nonko'rga xo'rlatib qo'ymayman. Essiz ukam, bu kunlarni ko'rmadi yaxshiyam. Dadamni o'rtaga qo'shmang. Ammani hurmatini bilmaysan. Senga rahmim kelib, qizimni bergandim. Sen yetimvachchaga kimam qiz berardi? Noila, yetar. Opa, boshladingizmi endi hal qilib bering. Qizim endi nima qilsin bechora? Kundoshlikka ko'nib ado bo'ldi-ku. Hammasini sababini qizingizni o'zi aytib bersin. Men boshqa gapirmayman. Amaya, xonangga bor. Meni biroz ishim bor, keyin kelaman. Xonamga kirib ketdim. Yana nima gap so'z bo'ldi xabarim yo'q. Kundalikni davomini o'qiy boshladim. Nizom menga tegajog'lik qilishga o'tdi. Men undan qochib kunimni o'tkazardim. Qaynotam bilan erim uyda bo'lsa ko'nglim tinchir, ular uyda bo'lishmasa xonamni qulflab kirib chiqardim. Men tahlika ostida yashayotgandim. Gulsaraga bu haqida qanday aytishni bilmasdim. Ikki aka-ukani orasini buzmaslik uchun Niyozbekka ham biror nima deya olmasdim. Barbiram 5 oylik xotiniga ishonardimi yoki 23 yillik akasiga. Gulsarani homiladorligi o'ziga biram yarashgan. Unga havasim keldi. Qani edi men ham tezroq homilador bo'lsam. Gulsara biror nima yegisi kelsa menga bildirar, men Niyozga aytib olib keltirardim. Nizom bunga parvo ham qilmasdi. Qanchalar xudbin odam bu. Yomg'ir yog'sa, Niyozbek bilan sayrga chiqamiz. Ayniqsa tunda yoqqanida sokinlikda sayr qilishga nima yetsin. Mohigul, agar qiz tug'sang, men birinchi bolamiz qiz bo'lishini xohlayman. Ko'zlari xuddi senikidek katta-katta va qop-qora. Kipriklari mayli menikidek uzun bo'lsin. Uni ismini Amaya qo'yamiz. Ya'ni tungi yomg'ir. Menga shu ism juda yoqib qoldi. Qizimiz barcha qalblarga tungi yomg'irdek sokinlik baxsh etadi. Roziman. Menga ham bu ism juda yoqdi. Ikkalamiz ham tungi yomg'irni yoqtiramiz-ku. Kundalikni shu yerga kelganda o'zimni tutib tura olmadim. Oh, otajonim. Bir bora ko'rishga zor qilgan otam, meni tug'ilmasimdan oldin cheksiz mehr bilan yaxshi ko'rgan otam, dunyolarga to'ymay ketgan, sevgilisini yomonlar qo'lida qolishini bilmagan otam. Yig'lardim. Men alamdan yig'lardim. Nega taqdirimiz bunchalar beshafqat? Mana mening ismimning kelib chiqish tarixi. Onamdan so'raganimda otang xohlagan derdilar. Ammo ular otam kimligini ayta olmaganlar. Qanchalar qiyin bo'lgan onamga. Ko'z yoshlarimni artgancha kundalikni o'qishda davom etdim. Niyoz bolamiz bo'lishini juda istaydi. Men ham. Ikkimiz qanaqa ota-ona bo'lsak. Nizom yana eski odatini boshladi. Bugun Gulsara onasinikiga bormoqchi edi. Nizom esa yotib kela qol dedi. Yo'q, siz yotgandan ko'ra uyga qaytaman. Gulsarani gapidan ko'nglim joyiga tushdi. Bechoraginam erining asl basharasini bilmaydi. Men aytsam ham ishonmasligi aniq. Bugun Nizom Gulsarani doktorga jo'natib, o'zi qaytib kelibdi. Ablah, birga ketsa bo'lardi-ku. Oshxonada ovqat pishirayotgandim, ortimdan juda yaqin kelib gapirdi. Mohi, biram magnitdek tortasan o'zingga. Saptib tushdim. Qo'limdagi cho'michni qattiq ushlagancha unga dag'i qilishga o'tdim.
Yaqinlashma, o'ldiraman. Namuncha, mendek odam seni sevadi jonde. Sevging boshingdan qolsin. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Qachon qutulaman sendan? Hech go'zalim. Qachon bo'lsayam meniki bo'lishingni bilasan. Bor, chiqib ket, baqiraman bo'lmasa. Nizom pinagini ham buzmadi-da chiqib ketdi. Bu yozganlarimni berkitib yuraman. Niyozbek o'qib sirlarini bilishini istamayman. Shuning uchun ham doim yozolmayman. Gulsarani oy kuni yaqin qolgan. Biz juda ahilmiz. U menga barcha sirini aytadi. Men esa unga meni qiynayotgan muammodan so'z ocha olmayman. Bunga haqqim yo'q. Balki bolali bo'lishgach Nizom meni tinch qo'yar. Bugun Niyozbekdan boshqa joyga ko'chib ketishini so'radim. Biz ham balki ko'chib chiqarmiz. Bu nima deganing? Shunchaki xayolimga kelib qoldi. Shunda akangiz ham harakat qilarmidi o'zi uchun. Bu gapni boshqa eshitmay. Akam meni jigarim. Qancha bo'lsa ham shuncha boqaman. Uni og'rig'i tushgani yo'q. Niyoz meni noto'g'ri tushundi. Qani edi haqiqatni ayta olganimda. Oilamiz kasodga uchradi. Juda katta summaga bankrot bo'lishdi. Niyozbek bilan qaynotam bu holatdan chiqish yo'llarini izlashyapti. Nizom esa parvo ham qilgani yo'q. Shunchalar ichi keng odam ekanki, men hayratdaman. Niyozbek yo'qchilikka o'rganmagan ekan. Qotgan nonga qilgan kunlarimiz chiday olmay yuk tushiribdimi, savdogarchilik qilibmi, uyga biror tansiq taom olib kelyapti. Men o'zimga qarab yurishga ham qo'rqib qoldim. Erim uchun yasanib olgim keladi, lekin erim qolib boshqa ko'zlar meni yanada yaxshiroq payqab qoladi. Shundan qo'rqaman. Kuni kecha qorong'uda hojatxonaga chiqqandim. Hojatxona hovlini burchagida ancha uzoqda joylashgan. Nizom poylab turgan ekan. Qaytishimda qo'limdan ushlab o'ziga tortdi. Biram jirkanib ketdim. Baqiraman desam, og'zimni yopib olgandi. Mohi, qachon imkon berasan menga? Ado bo'lyapman, ko'rmayapsanmi? Men uning qo'lidan chiqishga rosa harakat qildim. Baxtimga shu tarafga kimdir kelayotgani Nizom meni qo'yib yuborib nari ketdi. Uyga kirganimda Niyoz yuzimga qarab nimadir bo'lganini sezdi. Ranging oqarib ketibdi, nima bo'ldi? Niyozbek turib yonimga keldi. Qo'rqdim, juda qo'rqdim. Uni qattiq quchdim. Nizom sabab Niyozni yo'qotishni istamayman. Men Niyozdan ayro yasha olmayman. Qanday qilib bu muammodan xalos bo'lsam? O'sha voqeadan keyin bir o'zim hojatxonaga yolg'iz bormaydigan bo'ldim. Onajonim-a, nahot shunday dardlar sizni ezib kelgan? Hech ham baxt tuyg'usini tuymaysizmi? Bugun Gulsara ona bo'ldi. Bechora rosa qiynaldi. 3 kun azob yedi. Nizom esa xotiniga parvo ham qilmadi. Men Gulsaraga yordam bo'lsin deb oldidan ketmadim. Bilardim men uni yonida bo'lsam, Nizom ham atay kelishini. Shunday bo'ldi. Men sabab Nizom xotinini yonida mehribon er bo'lib o'tirdi. Garchi men Nizomni basharasini ko'rishni istamasam-da, Gulsara uchun majbur bo'ldim. Kundalikni shu yerga kelganda mashinaning ovozi keldi. Abror qaytganda. Meni yonimga keladi desam, to'g'ri ammasi tomon o'tib ketdi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmadim. Bilganim Sarvinoz bu uydan ketadigan bo'libdi. Zerikib qolmadingmi? Abror qo'lida shokolad ko'targancha kirib keldi. Yo'q, faqat kelishingizni kutib o'tiribman. Bu senga. Rahmat, sutli shokoladni bir ham sevamanki. Hech tasavvur qila olmaysiz. Meni-chi? Abror chiroyli kulib qosh qoqdi. Eyvoh, men unga qanday javob qilay? Unga dilimdagini oshkor qilishga menda kuchi bormi? Shuni so'ramang. Uyalib yerga qaradim. Abror menga yaqin kelib iyagimdan ohista tutib o'ziga qaratdi. Men oshiqman. Bu qora ko'z, qop-qora qalin qoshlarga oshiqman. Ha, men o'zim bilmay Abrorni sevib qolib bo'lganman. U sanoqli kunlar davomida mening hayotimga aylanib ulgurgan. Javob kutyapman. Siz-chi? Avval siz javob bering. Savolni bergan men.
Javobni esa sen aytishing kerak. Qani bo'l. Qanchalar og'ir buni tan olmoq. Hayo ustun kelmoqda. Men Abrorni sevib qolishdan juda qo'rqar edim. Ammo allaqachon sevib ulgurganman. Kechalari yo'qolgan orom. So'roqlayman seni bo'lishdan. Nigohlaring aylangan darom. Qo'rqar edim sevib qolishdan. So'zlashardim sen bilan to'lib. Charchamasdim hech ham kulishdan. Faqat ba'zan xayolga tolib. Qo'rqar edim sevib qolishdan. Kundan kunga borarding yoqib. Baxtli edim birga yurishdan. Vujudimga bir nido oqib. Qo'rqar edim sevib qolishdan. Bugun o'sha o'tli boqishlar qarshisida turolmadim jim. Qo'rqar edim sevib qolishdan. Lekin sevib ulgurgan edim. Muallif nomini bilmadim. Abror menga hamon termilib turardi. Men ishqimni tan olib bo'lgandim. Ammo bu lahzalar juda og'ir kechdi. Men ham qo'rqar edim. Ammo foydasiz. Sevib bo'lganman. Endi shokoladni bering. Reklamaga olib kelmagandirsiz. Shartta Abrorni qo'lidan tortib oldim. U mening yosh bolacha qilig'imga kulib qo'ydi. Abror bilan bugun men olib kelgan suratlarni tomosha qila boshladik. Yoshligingda chiroyli bo'lgan ekansan. Abrorni arazlagan bo'lib turtib oldim. Hazil, darrov jahling chiqmasin. Sarvinoz ketdimi? Endi ketadi. Baxtini topsin. Bu uyda yurganidan foyda yo'q. Nahot siz uchun zarra qadri bo'lmasa? Boshidayam uni qadri bo'lmagan. U o'zini qadrini bilmay shu kunlar boshiga tushgan. Bu mavzuda gaplashishni xohlamayman. Yaxshisi tur, kiyimingni ol. Ko'chaga taomlanishga chiqamiz. Uyda baribir kayfiyatni buzishadi. Ammam payt poylab yuribdi. Qani bo'la qol. Abrorning hushini olish maqsadida qip-qizil ko'ylagimni kiyib, sochlarimni qo'ng'iroqsimon qilib yoyib oldim. Yengil pardoz yanada husnimga husn qo'shgandi. Ketdikmi? Abror menga boshdan oyoq tikilib chiqdi. Yo'q, Yomg'ir xonim, bu turishda uydan chiqa olmaysiz. Qani, boshqa kiyim kiyib chiq. Hammani ko'zi senda bo'ladi. Meni qotilga aylantirmassan. Xo'p. Labimni burgancha boshqa kiyimimni olib kiyinishga kirdim. Ammo Abrorning rashkka hushi yoqayotgandi. Men juda baxtli edim. Men uchun o'tmishning og'riqli xotiralari unutildi go'yo. Abrorni yonimda bo'lsa ham sog'inardim. Ertasi kuni esa Sarvinoz sumka ko'tarib chiqdi. Birovni baxtiga chang solib, xursandmisan endi? Abror baxtli bo'lganda men orada nima qilyapman? O'zingni oqlama. Seni Xudoga soldim. Zor yig'lamasang, rozi emasman. Hali Abrorni asl yuzini ko'rganingda pushaymon chekasan. Baxtli bo'l. Chin dildan shuni tilayman. Seni tilagingga zormasman. Abror hali uyqudan turmaganda, Sarvinozni erta tongdanoq ketganini bilmay ham qoldi. Men esa Sarvinoz ketgach kirib Abrorni uyg'otdim. Turing, Sarvinoz ketdi. Ketsa ketar, kel uxla. Bugun yakshanba-ku. Abror meni o'ziga tortdi. Men nima qilyapman-u? Sizni dardingiz uxlash. Jim, oxirgi vaqtlar kundayam, tundayam uyqu yo'q. Uxlash kerak edi. Kim qo'lingizdan oldi? Iltimos, yarim soat jim yot, keyin turaman. Abror bey yana uyqudan olamiga g'arq bo'ldi. Men esa bugungi ishlarni rejalay boshladim. Kirlar ham anchagina bo'lib qolibdi. Endi 2 hissa yuvaman. Abrornikini ham. Olifta janoblari bir kiyimni 2 marta va 2 kun kiymaydilar. Biror tansiq ovqat pishirishim kerak. Hadeb ko'chani ovqati ham to'g'ri kelavermaydi. Abrorga qaradim. Qayta uxlab qolgani aniq. Quchog'idan sekin sirg'alib chiqdimda nonushta hozirlay boshladim. Amma ham xonalardan qovoqlarni osgancha chiqib keldilar. Salomimga alik ham olmadi. Menga buni qizig'i ham yo'q. Hatto amma ketsa ham menga farqi yo'q edi. Ikkimiz ham bir og'iz gaplashmadik. Bilinchik pishirdim. Panki ham pishirib oldim. Dasturxonni to'ldirgach, kirlarni yig'ishga tushdim.
Rosti bugun men juda erkin edim. Sarvinoz ketgani uchun ham qandaydir yengillik tuygandim. Menimcha, ularning turmushi avvaldanoq buzilib bo'lgan. Bunda meni aybim yo'q edi. Hatto Abrorni parvosiga ham kelmadi-ku. Kirlarni yig'ib olgunimcha Abror tursa, men u bilan nonushta qilaman. Ammani qovog'iga qarab o'tirish niyatim yo'q. Ko'p o'tmay amma nonushta qilib bo'ldi. Bu vaqtda men kir mashinasiga kirlarni joylab bo'lgandim. Amma ham to'mtaygancha tugunini qo'ltiqlab chiqib ketdi. Buni endi Abror ko'rmasa bo'lmas. Darrov yugurib Abrorni turishga undadim. Turing, ammangiz ketyaptilar. Uf, ammam qayoqqa ketyaptilar? Menga aytarmidilar, bo'la qoling, juda xafalar. Abror erinibgina o'rnidan turdi-da, tashqariga yugurdi. Men esa kirlarni dorga tashlashga tashqariga chiqdim. Abrorning amma bilan tortishuvi darvoza oldidan shundoqqina eshitilib turardi. Shu vaqtda ketish shartmi? Ana, xotining bor-ku, endi men nima qilaman bu yerda? O'g'limnikiga boraman. Qo'y, yuragimni siqma. Amma ya sizni hurmatingizni joyiga qo'yadi. Siz bilan oramizdan biror gap o'tmadi-ku. Men Sarvinoz bilan baxtli bo'lasan deb bu yerda umid bilan yashadim. Senga onalik qildim deb adashibman. Amma yig'lamang, bu gaplarni xayolingizdan chiqarib tashlang. Sarvinoz bilan nimaga birga yasholmaganimizni bilasiz. Men uni xayoliy qiz deb o'ylantiraman deganingizda rozi bo'lgandim. Aldanib qoldim degan bahonasi menga o'tmaydi. Rahmat desin, 4 yil sabr qildim. Agar singlingizni yuragi xasta deb ayamaganimda sharmanda bo'lish turgan gap edi. Bo'ldi, yetadi. Men ham o'z hayotimda yashashim kerak. Siz xavotir olmang. Onam bilan otamni xunini olaman. Buni hech nima o'zgartira olmaydi. U boshqa masala. Mayli bolam. Men ham o'g'lim bilan 1-2 oy yashab kelay. Ungacha xotining ham ancha ko'nikar. Lekin Noila men bilan gaplashmay qo'ydi. Qiziga yaxshi tarbiya bersin edi. Uni hech kim majburlab uchrashuvga olib chiqmagan. Bo'ldi. Bu mavzu yopildi. Sarvinozni 2 tomonlama javobini berganman. Tamom hammasi. Akamga salom deng. Abror bizning gapimizni eshitish uchun hovliga chiqqan demasin deya o'zimni ichkariga urdim. Abrorni esa ertalabdan kayfiyati tushganda. Uni kayfiyatini ko'tarish uchun undan tushlikka nima pishirishni so'radim. Abror aka, yoqtirgan taomingiz nima? Abrorni hali jiddiylik tark etib ulgurmaganda. Farqi yo'q. Biror nima aytsangiz pishirardim. Osonroq biror nima pishira qol. Kechga yaxshiroq ovqat qilarsan. Xo'p. Abror qo'ng'iroq bo'lgani sabab allaqayoqqa ketdi. Men esa bugun ishga juda qattiq kirishgandim. Hamma xonalarni albatta Sarvinoznikidan boshqa tozalab, artib chiqdim. Anchadan beri bunaqa ish qilmaganim uchun charchab qoldim. Tushlikka kartoshka va go'shtni dimlab, tagini pastroq qilib qo'ydim-da, xonamga shoshildim. Hammomga kirib chiqishim shart edi. Tozalash ishlaridan keyin sochlarim ham chang bo'lgani aniq. Hammomdan chiqqach, kundalikni qo'limga oldim. Gulsarani qiziga Shalola deb ism qo'yishdi. Biram shirin qizki, qarab to'ymaysan. Nizom bor uchun ularning xonasiga ko'pda kira olmayman. Qizaloqni olib xonamga kirsam, Nizom qizini bahona qilib kiradigan bo'ldi. Bezbet, kelinning xonasida senga nima bor? U atayin qilardi. Koshki buni sezmasam. Lekin dardim ichimda. Sukut saqlashga majburman. Kimni ishontira olaman bu gaplarga? Gulsara chaqaloqqa ovora bo'lib uydan ko'p chiqolmaydi. Bu esa Nizomga qo'l kelmoqda. Nega mendan o'zingni olib qochasan? Men erimni sevaman. Seni turqingni ko'rgim kelmaydi. Meni undan nimam kam? Osmon bilan yercha farq bor. Niyoz birovni ayoliga ko'z olaytirmasdi. Men taniganda sen birovni ayol emasding. Oshxonada qiladigan ishimni tashlab, Gulsarani oldiga yugurdim. Uni oldida Nizom menga ortiqcha gap qila olmasdi. Niyozbek tinimsiz biznes reja ustida ishlamoqda. U kun-u tunni farqiga bormay qo'ydi. Dam oling desam, unamaydi. O'zingizni charchatib qo'yyapsiz. Hozir imkon bor. Ishlarni yo'lga qo'ysam, marra meniki. Keyin yo'qchilik ko'rmay yashaymiz.
Menga boylik emas, sizni sog'lig'ingiz kerak. Dam olmayapsiz. Sizdan boshqa kimim bor? Xavotir olma, ko'p vaqt qolmadi. Yaqinda barchasi izga tushadi. Niyozbek Shalolani biram suyib erkalaydiki, uni ham farzandli bo'lgisi kelyapti. Balki shifokorga borarmiz deb Niyozbekka aytdim. Alloh qachon bersa. Isqilma, sen hali yoshsan. Qiynalib qolishingni istamayman. Shundoq ham dugonam deb yangamni juda ayaysan. Hamma ish o'zingda. Voy, bu nima deganingiz? Nima ishim bor edi? Oddiy yumushlar-ku. O'zingni asra. Sen menga juda keraksan. Onam bilan dadam qanchalar bir-birini sevishgan ekan. Nega ularni taqdiri bunchalar ayanchli kechdi? Nega? Men kundalikni har safar o'qiganimda ko'z yoshlari daryosiga g'arq bo'lardim. Dadamni bittagina bo'lsa ham suratini ko'rishni istardim. Katta oyimda bormikan? Ertaga so'rab ko'rarman. Mashinaning ovozi keldi. Demak, Abror qaytdi. Kundalikni berkitdim-u, unga peshvoz chiqdim. Kayfiyat yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlik. Ovqating tayyormi? Ha, albatta. Qo'lingizni yugunizcha, men dasturxonni tuzayman. Chaqqonlik bilan salatlarni joylashtirib ovqatni suzdim. Mo'jazgina 2 kishilik tushlik. Tushlik vaqti ham Abror biror so'z demadi. Tinchgina televizor ko'rib o'tirdik. Ertasi kunidan meni amaliyotim boshlandi. Abror esa ma'muriyat bilan gaplashib amaliyot o'tadigan joyni o'z firmasiga almashtirishga erishibdi. Endi biz har kuni birga ishga borardik. Birga qaytardik. Hattoki Abror menga ijrochi direktor lavozimini ham bergandi. Men endi nizomdan o'ch olish rejasini puxta tuzib bo'lgandim. Bunga faqatgina Shalolaning to'yi borligi pand berardi. Shalolaning hamma marosimlari o'tib, to'yi ham darrovda belgilana qoldi. Opam juda xursand edi. Uni baxtini ko'rib men ham shod edim. Men bu kunlar tugamasligiga ishonardim. Dunyoda mendan baxtli inson yo'q edi. Otamning nomini tiklash uchun hatto DNK ham topshirdim. DNK natijalari ijobiy chiqqani meni ajablantirmadi. Men nizomni qizi emasligimdan faxrlanardim. Meni otam kuchli inson bo'lgan. Men uning davomchisiman. Meni onam umrini menga bag'ishlagan fidoyi ayol bo'lgan. Men hazrati insonlarning farzandiman. Men ularga loyiq bo'lishim kerak. Nizomdan barchasini tortib olsam, keyin ko'zi ochilar. To'g'ri, men ukalarimni, katta oyimni unutganim yo'q. Ular uchun ham rejalab qo'ygan ulushim bor. Mening maqsadim nizomni xayolini joyiga kiritish. Uni o'limi menga kerak emas. U bir umr pushaymonlikda yashashini xohlayman. Abror menga katta imkoniyat yaratib bergandiki, endilikda men barcha kirim-chiqim, yangi hamkor topishda ham bemalol ishtirok eta olardim. Abrorni o'ng qo'liga aylanib ulgurgandim. U meni yer u ko'kka ishonmasdi. Doim meni asrab avaylaydi. Biz baxt osmonida uchardik. Ammani ketgani uyimizda sokinlikni yaratib berdi. Men haqiqiy bekalikni his qila boshlagandim. Abror aka, unga erkalanib so'z boshladim. Nima deysan jonim? Sizni biram yaxshi ko'ramanki, lekin juda qo'rqaman. Bu baxtim xuddi omonatga o'xshaydi. Bu kunlar tugamasa deyman. Tugamaydi. Hech ham tugamaydi. Nahot siz qasos olishdan voz kechdingiz? Yo'q. Faqat rejalar o'zgardi. Otangni kechira olmayman. Men eng yaqin insonlarimdan otang sabab ajraganman. Sizdan oldin uni kimdir yaxshilab ta'zirini berib ketsa zo'r bo'lardi. O'zingizni urintirmasdingiz. Balki, lekin sen nega otangni yomon ko'rasan? Yaxshi ko'rishimga sabab yo'q. Men ikkinchi xotinni bolasi bo'lganimgami, menga yetarlicha mehr bera olmagan. Men ham sizdek ota mehrini his qilmay o'sdim. Nega onang ikkinchi xotinlikka rozi bo'lgan? Onam majbur bo'lgan. Onamni borar joyi bo'lmagan. Vaqti kelib, barcha haqiqatni tagiga yetsam, sizga hammasini aytib beraman. Qanaqa haqiqat? Hali o'zim ham bilmayman.
ammo bilib olaman. Men Abror yonimda bo'lmagan vaqtlarida darrov kundalikni o'qishga kirishardim. Nizomdan qasdimni olsam, Abrorga barchasini aytib beraman. Ungacha esa ayta olmayman. Abror menga zarar yetkazmasligiga ishonchim komil. U meni sevadi. Sevmasa qizg'onarmidi? Nizomdan qutulishni so'rab tun-u kun Allohga iltijo qilyapman. Qachon bu tahlikali kunlardan ozod bo'lar ekanman, bilmayman. Shalola kulishni o'rgangan. 2 oylik bo'ldi. Onasini tanib olgan. O'z tilida bir nimalar deyaveradi. Men ham qo'limga olsam kuladi. Menga begona qilmaydi. Hovlida uni ko'tarib aylantirib yuraman. Gulsara bu vaqtda mittivoyini kiyimlarini yuvib oladi. Bugun tog'amlarnikiga borgandim. Yangam oshkora quvib soldi. Yana nimaga kelding? Shuncha yil boqqanimiz kammidi? Tog'ang kelmasidan ket. Qaytib kelma. Turqingni ko'rishni istamayman. Oilamiz tinchini buzma. Yanga, men shunchaki sizlarni sog'inib... Ko'zlarimga yosh keldi. Sog'inma bizni, keragi yo'q. Ket. Yuzimga eshikni qattiq yopdi. Men ham ular uchun qalb eshiklarimni manguga berkitdim. Niyozbek bugun o'zi istagan firmani ochishga erishdi. Buning uchun anchagina qarz ham ko'tarishga to'g'ri keldi. Qaynotam biroz dam oldi desalar ham Niyozbek tinim bilmayapti. Firma kalish va rezina shippaklar ishlab chiqarishga mo'ljallangandi. Ishchilar bilan bir qatorda buyurtmalarni bajarish uchun Niyozbek ham bir qatorda ishlayapti. Niyozbek shunchalar kuchli insonki, u katta bankrotdan keyin ham sinmadi. Men u bilan juda faxrlanaman. Niyozbekka menimcha ona mehri yetishmaydi. Shuning uchun birinchi bolamiz qiz bola bo'lsin deydi. Men ham Niyozbekning orzusi uchun birinchi bolamiz qizaloq bo'lishini chin dildan istayman. Qizaloq tug'ilgach, biz uni Amaya deb ataymiz. Tungi yomg'ir. Qizim shunday chiroyli ism egasi bo'ladi. Sizlarga manfaatli kontentlar ovozlashtirishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi joylanayotgan hikoyalardan birinchilardan bo'lib tinglaysiz. Niyozbek bilan juda kam gaplashyapmiz. Uyga juda kech keladi. Shundayam charchab uxlab qolyapti. Gohida unga rahmim keladi, lekin bildira olmayman. Kam qoldi. Bir oylarda qarzimdan qutulaman deganda, undan keyin menga vaqt ajratar. Onajonim, o'sha vaqt sizlarni ajratishni bilmagansiz-da. Otam shunchalar shijoatli inson bo'lgan ekanlar. Men ham ularga mos bo'lishim kerak. Niyozbek uyga kelganida oyog'ini vanna qilib, keyin boshini uqalab qo'yaman. U ham jismonan, ham ruhan charchayapti. Juda ozib qolgan. Qarzlarim tugay dedi. Nasib bo'lsa, sen bilan toqqa chiqib kelamiz. Voy, qanday yaxshi. Biram xursandman. Uzog'i bilan 2 hafta. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Bugun Nizom Niyoz bilan tortishib qoldi. Aka, yuring, yordamingiz kerak. Katta buyurtma olganman. Ertaroq topshirsam, biroz qarzlardan qutulardik. Uka, meni aralashtirib nima qilasan? Bor, o'zing ishlayver. Aka, boshqa kun so'ramayman. Yuring. Gapni tushunmaysanmi? Bormayman. Aka, bir kunga hech nima qilmaydi. Yordamingizga muhtojman. Bilganingni qil. Nizom beparvolarcha kirib ketdi. Mulzam bo'lgan Niyoz esa boshini ekkancha ishga jo'nadi. Niyoz o'sha kecha uyga qaytmadi. U erta tonggacha ishlab bo'lsa ham buyurtmalarni bajargandi. Aytilgan vaqt yetganida Niyoz so'zida turib meni zominga olib bordi. Juda ham mazza qilib keldik. Bizdan baxtli inson yo'q edi. Bir hafta o'zimiz uchun yashadik. Mazza qilib sayr qildik. Baxtdan osmonlarga uchdik. Yaxshiyam hayotimga Niyoz kirib kelgan. U bo'lmasa, kelinoyimni qarindoshiga tegib qanday yashayotgan bo'lardim.
Men Niyozsiz hayotimni tasavvur qila olmasdim. Men u bilan bir butunman. Bugun qaynotam nizomni ishlamagan uchun rosa koydilar. Ukang sen uchun ham ro'zg'or yuritish kerakmi? Og'irligim tushyaptimi, dada? Darrov jirillama. O'zing uchun harakat qil. Niyozdek bo'la olmaysan. Takasaltangsan. Seni juda taltaytirib yuborganman. Hamma ayb o'zimda. Ikkoving ham bir soha odami. Undan qayering ortiqki, uydan chiqmay boqimanda bo'lib olding. Dada, men ham ish izlab yuribman. Ha, to'ying o'tgandan beri izlaysan. Bilmadim sen ish qachon topilarkan. Ertadan boshlab harakatingni qil. Qaynotam shunday deya Nizomni oldidan ketdilar. Ular ketgach, Nizom yonida turgan chelakni tepib yubordi. Kundalikni joyiga qo'ydim. Bugun Abrorga manti pishiraman deb aytib qo'yganman. Tezroq harakatni boshlamasam kechga qolib ketaman. Bilasizmi, sizni shoshilib chiqargan qaroringiz hayotingizni o'zgartirib yuborar ekan. Meni hayotimni o'zgartirib emas, muqarrar halokatdan asrab qoldi. O'shanda men yaqinlashib kelayotgan ulkan ofatni sezmasdim. Mening ko'zim ishqdan ko'r bo'lgan, orzulari osmon 20 yoshli ayol edim. Suyunsa bo'ladigan yelka bor edi. Men mehrni, keraklilikni his qilgandim. Ammo qalbimni allaqayerida bir g'ashlik bo'lib, bu baxt omonat emasmikan deya meni o'yga cho'mdirardi. Yuragim esa buni tan olmasdi. Men baxtim boqiy, meni hech qachon tark etmaydi deb qattiq ishonardim. Hattoki Nizomdan o'ch olishda ikkilanib qolgandim. Nizomdan o'ch olsam, uning oilasidagi yaqinlarim mendan xafa bo'lishi, balki aloqani uzish ham turgan gap. Men hammasiga tayyor turishim kerak. Shalolani to'yga ham 3 kun vaqt qoldi. Ofisda ishlarim juda ko'pligi uchun Shaloladan xabar olishga ham vaqt topa olmayapman. U kelinlik liboslarini o'zi tikyapti. Menga Telegram orqali suratlardan yuborib turadi. Uning dadiga qoyil qolmay iloji yo'q. Barchasini hayrat bilan tomosha qilmay iloji yo'q. Bir-biridan chiroyli bezaklar mato husnini yanada go'zallashtirib yuborgan. Men Shalolaning baxtli kunlariga ishonchim komil. U har taraflama to'kis qiz. Otasi unga menga qaraganda mehr bera olgan. Meni Abror uchun qurbon qilganim sababi ham o'z qizi emasligimga bo'lgan. Yaxshiyam Shalola Abrorga tegmagan. Bo'lmasa, aniq u xarob bo'lardi. Men esa Abrorimsiz qolarmidim. Abror Nizom bilan qo'shma biznes hamkorligini kengaytirib oldi. Ularning tarmoqlari bir-biriga chambarchas bog'langandi. Bugun ofisda darg'azab bo'lib Nizom kirib keldi. Men kompyuterda ishlab o'tirardim. Abror qayerda? Telefonini ko'tarmayapti. Qoldirib ketibdi. Yuk bo'yicha muammo chiqqan. Tovarlarni ushlashibdi dedi. Menda ham shu muammo. Chegaradan o'tkazib beraman deganlar pulni olib juftakni rostlabdi. Hozir kelib qolsa kerak. Nizom g'azabini bosolmay u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Oradan yarim soat vaqt o'tmasdan Abror kirib keldi. Abror, shartnoma shartlarini bajarishmabdi-ku. Men ham shundan norozi bo'lib ularni izlab yuribman. Soliq to'lanmagan, noqonuniy mol deb chegarada ushlab qolishibdi. Juda katta pul tikkandim. Men ham boshim qotdi. Hozir ichki ishlar bo'limiga ariza bermay desam, biz shartnoma tuzgan kompaniya pullar bizning hisobimizga kelib tushmagan deyapti. Bu qanaqasi? Shartnomada ko'rsatilgan hisob raqamiga o'tkazgandim-ku pullarni. Buni tagiga yetaman. Siz xavotir olmang. To'y oldi bu ishni chiqib turganini qara. O'zim shug'ullanaman. Siz to'y tayyorgarligini ko'ravering. Nizom ketdi. Abror esa kimlargadir telefon qilib o'sha hisob raqam kimga tegishli ekanini izlay boshladi. Men esa e'tibor qilmay o'z ishimda davom etdim. Ular qancha izlashmasin, hisob raqam egasidan ham ma'lumot ola olmaydilar. Mening birinchi qadamim shu bo'ladi. Abrorga kerak bo'lsa, pul borasida yordam beraman. Ammo Nizomga achinmadim. Ha, topdingiz.
Shartnomani men olib borib berganman. Tabiiyki, hisob raqamni ham men o'zgartirdim. Bir qari otaxonga anchadan beri yordam berib kelardim. Hisob raqami men esimda qolgan. U chol yolg'iz kasalmand kampiriga qaraydi. Men pullarni cholni hisobiga o'tkazdim. Undan olib esa xalqaro hisob raqamlariga o'tkazib yubordim. Ular cholni topishsa ham hisob orqali ochilgan hisob raqami kimga tegishli ekanini topisholmaydi. Men esa u pullarni xohlagan vaqtim kartamga tashlab olaveraman. Mana biz kutgan kun keldi. Shalolaning to'yi. Qoramag'iz opajonim biram chiroyli kelin bo'libdi. Ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Men ham go'zallik saloni xizmatidan a'lo darajada foydalanganim uchun o'zgacha qiyofada edim. Abror meni hammani oldiga chiqishimni taqiqlab qo'ydi. Nikoh oqshomi. O'zgacha surur. Shalolaning ko'zlarida baxt porlaydi. Men esa o'z to'yimni esladim. Men juda xafa edim. Majbur edim. Endi-chi? Endi yo'q. Men baxtimni topdim. Shalola mendan-da ziyoda baxtli bo'lishga loyiq. U juda yaxshi qiz. Katta oyim tinmay yig'laydi. Men esa uni yupatish uchun ovoraman. Ikki ukam o'zidayoq xursand mazza qilib o'yin tushishyapti. Tanlagan libosim husnimni yana ochgani uchun Abrordan dakki eshitdim. Agar to'yda birortasi gap otgudek bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Chiroyli bo'lsam ayb mendami? Amaya. Abror jiddiy qarab qosh chimirdi. Hazillashdim. Aqlli qiz bo'lib yuraman. Shundoq bo'lsin. Raqsbob musiqada Abror bilan o'yinga tushdik. Biz xursand edik. Biz shod edik. Bu kunlar tugamasligini istardim. Men bilmasdimki bari omonatligini. Qattiqroq shamol tursa, hamma yer vayron bo'lishini tasavvur ham qilgan emasman. Men o'sha kunlarni hayotimning eng rangli sahifasi deb bilaman. To'y tugab, Shalola bilan yig'lab xayrlashdim. Unga o'zimcha yangalik qilib rosa aql o'rgatdim. Bechora qip-qizil sholg'om bo'ldi qoldi. Kuyovga sabr tilayman. Shalola juda uyatchan. Eson-omon o'tib olsin. To'y tugab uyga qaytyapmiz. Men Abrorning o'ng qo'lini ushlagancha baxtdan sarmast bo'lib mashinada ketardim. Abror aka, buncha yaxshisiz? Nega birdan bunday deb qolding? Bilmasam, borgan sari sizni juda yaxshi ko'rib ketyapman. Meni sehrlab olgansiz go'yo. Yo'q, asl jodugar sen-ku meni jodulagan. Men qo'rqaman. Juda qo'rqaman. Hayotimga nur bo'lib kirib kelgansiz. Zimistonda qolishdan qo'rqaman. Qo'rqma, yorug' kunlar tugamaydi. Sizga ishonaman. O'zimdan-da ko'proq. Uyga qaytgach, ikkovimiz ham charchoqdan uxlab qolibmiz. Ertalab Abrorni o'zi ishga ketdi. Men bugun katta oyimni oldiga borishim kerakligi uchun uyda qoldim. Ungacha esa uyni tezda tozalab, yana kundalikni o'qishga kirishdim. Necha haftalardan beri betobman. Sira kuch to'play olmayapman. Yeganimni qayd qilyapman. O'rnimdan turishga madorim yo'q. Taxminlarim to'g'ri chiqsa, men homiladorman. Odat kunlarimdan naqd 15 kun o'tib ketdi. Demak, taxminim to'g'ri. Bugun aniq bo'ldi. Men homilador ekanman. Men ona bo'laman. Qanday baxt. Bu haqida Niyozbekka aytganimda juda xursand bo'lib ketdi. Biz kutgan kunlar kelganda. Meni darvozagim kelyapti. Niyozbekka aytgandim. Olib kelish tayin. Meni homilador ekanim Nizomga yoqmadi. U oshxonada yolg'iz qolganimda oldimga kelib yaxshi ish bo'lmaganini aytdi. Shu ishni bekor qilding. Tushunmadim. Meni aqldan ozdiryapsan. Sen unga bola tug'ib bermoqchimisan? Iltimos, meni tinch qo'y. Baxtli oilamizni buzma. Men baxtsiz bo'lib qolaverayman. Qizing bor, guldek xotining bor. Ammo sen yo'qsan. Nizomdan qochish uchun deraza oldiga kelib undan chaqqonlik bilan tushib oldim.
Homilador ahvolimda derazadan tushish bu ahmoqning ishi. Belim zirqirab og'rirdi. Ilohim, bolaga hech nima qilmasin. Niyoz xastalanib qoldi. Qon bosimi tushib ketyapti. Bir qarasa ko'tarilib. Bundan ham yomoni, shu orada issig'i ham ko'tarilib ketadi. Qancha aytdim shifokorga boring deb, hech unamayapti. Ilohim, tezroq sog'aysin. Yuragim og'riyapti. Niyozbek shifoxonaga tushib qoldi. Unga necha bor aytdim shifoxonaga boraylik deb. Unamadi. Endi esa har kunim tahlikada o'tyapti. Tezroq sog'aysa-yu, bag'rimga qaytsa. Niyozbeksiz juda zerikyapman. Havon shifoxonadan javob bermayapti. Yaxshiki, baxtimga Nizom Niyozni o'rniga ishga boryapti. Uyda kam bo'ladi. Bu men uchun bayram. Bugun bolam qimirlaganini sezdim. Yomg'irim yana. Otasini oldiga bordik. Niyoz rosa so'nib qolgan. Meni oldidan ketmasligimni xohlaydi, ammo shifokor chiqarib yubordi. Bugun Niyoz g'alati gaplarni gapirdi. Menga nimadir bo'lsa, qizimni asra. U senga omonat. U kelajagi porloq qiz bo'lishi kerak. U mendan kuchli inson bo'ladi. Uni sendek ajoyib ayol tarbiyalaydi. Unday demang, yig'lab yubordim. Ikkalamiz tarbiyalaymiz. Bizni tashlab ketish xayolingizga kelmasin. Qancha yig'ladim. Niyozni qattiq bag'rimga bosdim. U meni tashlab ketmaydi. Bugun Niyoz bilan o'lganimga 20 kun bo'ldi. Men qanday yashayapman bilmayman. Men Niyozsiz yashay olmayman. U yo'q dunyoda. Uni qayta ko'rmasligimni his etib yashash. Meni kuchim yetmayapti. Niyoz, sizsiz qanday yashay? Bizni kimlarga qoldirib ketdingiz? Kundalikni kesilgan varaqlari shu bilan tugagandi. Qolgan barcha gaplar Niyozbekka xatlar deb yozilgan daftarda yozilgandi. Uni endi o'qishni boshladim. Mana, uning ilk sahifasida qalin qilib birlashtirib yopishtirilgan varaqlar bor. Men yelimlangan joyini asta kesib, varaqlar orasini ochdim. Men juda xursand bo'lib ketdim. Chunki bu yerda meni ko'rgim kelgan surat. Onamning yosh va go'zal vaqtida yonida juda ham xushbichim, ko'rkam inson turibdi. Bu mening otam. Otajonim. Mana, sizni suratingizni ko'rishga musharraf bo'ldim. Ular bir-biriga uzukka ko'z qo'ygandek mos tushib turishardi. Ko'z yoshlarim yana meni siylashni boshladi. Otajon, onajon, sizlarni juda ko'rgim kelyapti. Juda sog'indim. Niyozbek, meni qanchalar azobda tashlab ketdingiz. Siz boshqalar uchun o'lgan bo'lishingiz mumkin, ammo men uchun emas. Men sizni qanchalar sog'inganimni bilsangiz edi. Nizom, sizni joningizga qasd qilganiga ishonchim komil. Otamiz oxirgi vaqtlarda uni ko'p bora koyidilar. Niyozga o'xshamaysan deb ko'z ochirmay qo'ydilar. Yana bir sababi esa men edim. Menga ega chiqmoqchi bo'lgan u. Ammo bu niyatiga yetolmaydi. Men siznikiman, faqat sizniki. O'shanda palatadan chiqqanimda Nizomni kirganini ko'rdim. Siz yaxshi edingiz. Nizom ketdi. Men kirdim. Yarim soat o'tgach esa o'sha kunni eslashni istamayman. Sizni yo'qotish azobi meni ado qilyapti. Sizga bergan va'dam bo'lmaganda edi, ortingizdan borardim. Men bolamizni hayot uchun mas'ulman. Men muhabbatimiz mevasini voyaga yetkazishim kerak. Kundalikni shu betlari yig'lab yozilgani ko'rinib turibdi. Chunki men ham yig'lab o'qiyapman.
Onajon, o'shanda yuragingiz qanday dosh bera oldi ekan? Nizom endi ochiqchasiga gap tashlay boshladi. Faqat qaynotamni yuz xotiri uchun jim yuribdi. Niyozbek, nahotki shu sizning akangiz bo'lsa, bir insondan farishta va maxluq tug'ilishi mumkin ekanda. Yoki bo'lmasam akangiz ruhiy xasta, nafs quli. Sizga bu haqiqatni ayta olmadim. Nizomdan berkinish bilan kunlarim o'tmoqda. Men juda g'aribman. Borar joyim yo'q. Yangam janozaga kelgan kuniyoq, bu ham tog'am majbur qilgani uchun menga borib ovora bo'lma deb ketdi. Niyozbek, ayting, men bu yerda qanday yashay? Meni na bir kasbim, na bir hunarim bor. Aro yo'ldaman. Mening yagona tasallim bu qornimdagi go'dagim. Uning tepib turishi meni bu hayotda yashashim kerakligini eslatib turadi. Niyozbek, otamizning ahvollari og'ir. 2 marta yurak xurujini boshdan kechirdilar. U kishi Niyozbek meni chaqiryapti deyaptilar. Iltimos, u kishini olib ketmang. Keyin meni kim himoya qiladi? Men bu uyda qanday yashayman? Gulsarani ham qo'lidan bir ish kelishiga ishonmayman. Otamizning ahvollari og'irlashib qoldi. Mening ham vaqtim kam qolgan ko'rinadi. Tez kunlarda muhabbatimiz mevasi dunyoga keltiraman. Otamiz biroz yaxshi bo'lib qoldilar. Doim uyda bo'lyaptilar. Bu men uchun ayni muddao. Otam bor bo'lsalar uyda bemalol yuraman. Menga hech kim gapira olmaydi. Ya'ni Nizom ola qarash qila olmaydi. Yig'layversa ko'zda yosh qolmas ekan. Men endi ko'z yoshsiz yig'layapman. Sizni sog'inib, sizsizlikka ko'nikolmay yig'layapman. Yuragim og'rishni qo'ymaydi. Sizsiz o'tgan har bir lahzam men uchun do'zaxdir. Ayriliq azobi naqadar og'ir. Eng yomoni esa vafot etgan yaqiningni sog'inishdir. Chunki u bilan birga uni ko'rishga bo'lgan umid ham o'lgan bo'ladi. Uzoq vaqt sizga yozolmadim. Siz ota bo'ldingiz. O'zingiz xohlagandek qizaloqni bo'ldingiz. Uni ismini otamga aytib Amaya qo'ydirdim. Bizning Amaya juda chiroyli, farishtadek qizaloq. Ko'zlari katta-katta, charozdek. Qorachiqlari qop-qora, yuzi sutga choyilgandek oppoq. U mendan ko'ra sizga o'xshaydi. Qani edi tirik bo'lganingizda, tug'ruqxonadan o'zingiz olib chiqqan bo'lardingiz. Bizni Nizom olib chiqdi. Tug'ilganlik guvohnomasini ham u olibdi. Hali qo'limga olmadim. Ishxonada qolibdi dedi. Men tunlari eshikni qulflab yotishni kanda qilganimcha yo'q. Men Nizom kirib qolishdan qo'rqaman. Qizimiz biram faqirki, unga qarab turib dunyolarni unutaman. Uni buyuk kelajak kutyapti. U albatta baxtli bo'ladi. Men buning uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Otamizning ahvollari yana og'irlashdi. U kishi Amayani qo'ldan qo'ymasdilar. Yodgoram deb. Endi esa qo'llariga olishga kuchlari yetmayapti. Uyimizdan shifokor arimayapti. Otam o'zlarini bilmay qolyaptilar. Niyozbek, ketma-ket judolik bizning taqdirimizga bitirgan ekan. Beshafqat dunyo mehribon otajonimizni bu olamdan olib ketdi. Niyozbek, otam sizga judo mehr qo'ygan ekanlar. Sizsizlikka bardosh bera olmadilar. Men otamdek yaxshi ko'ra olmabman sizni. Qarang, hamon tirik yuribman. Lekin bir gap borki, 2 sevishgandan biri o'lsa, o'sha tirik qolgani o'ladi deyishgan. Haq gap. Men yashashni unutib qo'ydim. Men o'zimni-da unutdim. Ammo sizni unutmadim. Qizimiz kulishni o'rganibdi.
U ham bobosini yo'qligini bilgandek ma'yusgina bo'lib qolgan. Qizalog'im hali esini tanimay turib qalqonlaridan ajraldi. Bugun Nizom ochiqchasiga aytdi. Endi sen bilan nikoh o'qitish qoldi xolos deb. Iflos. Shunchalar ham pastkash bo'ladimi? Men ukasini ayoli edim-ku. Men qaynotam unga qoldirgan omonat edim-ku. Niyozbek, siz tirik bo'lib bularning barini hal qilsangiz yoki bo'lmasam bu tush bo'lsa-yu, men uyg'onib ketsam. Qani edi? Afsus, bari rost. Niyozbek, bugun mening bag'rim qon. Meni kimlarga tashlab ketdingiz? Men endi qanday chiday bu azoblarga? Nizom, uni nomini tilga olish ham qanchalar og'ir. U menga tahdid qildi. Qizimizdan ayrilib qolishimizga ishora qilyapti. Bugun men Nizomga roziligimni aytdim. Mening boshqa choram qolmadi. Mendan ranjimang. Siz baridan xabardorsiz-ku. Nizom Amayani oyog'ini pichoq bilan kesib yubordi. Pichoq chuqur botmagan bo'lsa ham Amaya chirqillab yig'lab yubordi. Qon to'xtovsiz oqdi. Meni rozilik berishdan o'zga choram qolmadi. Niyozbek, sevgilim, kechiring. Kechiring, sizga xiyonat qilyapman. Men endi sizga xat yozishga noloyiqman. Sizniki bo'lgan tanni o'zgaga majburlikdan tuhfa qildim. Men tanimdan jirkanib ketyapman. Uning qo'llari tekkan vujudimni yoqib tashlashni xohlayapman. Men o'lganman. Niyozbek, meni ham o'zingiz birla olib keting. Bu azoblar meni aqldan ozdiradi. Amaya shirin qiz bo'lib boryapti. Nizom meni xonamga kirmasligi uchun hatto hammomga kirmay qo'ydim. O'zimga qaramay qo'ydim. Rozilik bergan kunim Gulsara mendan nafratlangani aniq. Uni oyog'iga yiqilib kechirim so'radim. Ertalab esa ketib qolibdi. Men Nizomni arang ko'ndirib uni qaytarib keldim. Endi esa Gulsara menga yordam beryapti. U iloji boricha Nizomni o'z oldidan jildirmayapti. Tunda ham ko'pincha meni yonimga kirmasligi uchun bor makrini ishga solyapti. Kecha men qochdim. Afsus, bu men uchun qimmatga tushdi. Nizom Amayani bo'yniga pichoq to'g'irladi. Naqadar shafqatsiz inson bu. Inson nomiga ham noloyiq u. Men boshida barini sizga aytsam, menga ishonarmidingiz? Men ibodat bilan ovuna boshladim. Allohdan sizni gunohlaringizni kechirishni so'rab iltijo qilyapman. Joyingiz jannatda bo'lsin. Jannat hurlariga munosibsiz. Endi men sizga noloyiqman. Men it tekkan oshman. Onamning kechishini o'qir ekanman. O'pkam to'lib ketganda. Onam bu azoblar bilan qanday yashadi ekan? Nizomni o'ldirib qo'ygim kelyapti. Ammo hali biroz vaqt bor. Hali hammasi uchun javob beradi. Men buni shunday qoldirmayman. Kunlarim ma'nosiz o'tyapti. Nizom siz ko'rib ketgan firmaga boshliq bo'lib, o'zini bilmay qolgan. Katta sarf qilib, ishni yanada kengaytirishni boshladi. Shalolaga qaragandek Amayaga mehr bermaydi. Nizom qancha xohlamasin, endi men boshqa farzand ko'rmayman. Men undan bola ko'rishni xohlamayman. Niyozbek, men endi ortiq xat yoza olmayman. Bu menga og'irlik qilyapti. Har tun yuragim og'riq berib bezovta bo'lyapti. Mening sizga yozishga haqqim yo'q. Men bir jirkanchlik qurboni bo'lgan ayol, sizdek pok insonga xat yozmoqqa noloyiqman.
Meni kechira olsangiz kechiring. Sizni umrim so'ngiga qadar sevib o'taman. Onam shu joyida xatni yakunlagan. Ammo kundalikni har qayerida men bilgan voqealarni yozib ketgan. Menimcha onam qiynalgan vaqtlari daftarni qo'liga olgan. Onam sukut ortida dardlarini berkitgan. Bir og'izam menga Nizomni yomonlamabdi. Haqiqiy otam kimligini ham aytmabdi. Onajon, nega bunchalar qo'rqoqlik qildingiz? Bu yerni bir ilojini qilib tark etib ketishingiz kerak edi. Juda toliqdim. Kundalikni qayta berkitdim-u, cho'zilib qoldim. Men necha kundan beri holsizlikdan qiynalyapman. Kamqonlik bezovta qilyapti shekilli. Oxirgi vaqtlar ko'pincha ishga sho'ng'ib qolib, ratsionga unchalik e'tibor qila olmadim. Kundalikka berilib ketib, katta oyimni oldiga borishim kerakligini unutibman. Darrov kiyinib, yo'lga tushdim. Necha kundan beri to'y tashvishlari, undan keyingi marosimlar sabab Abror bilan unchalik ham tuzuk gaplasha olmadik. U mendan nimanidir yashirayotganga o'xshaydi. Abror xuddi bahor ob-havosiga o'xshab qolgan. Bir qarasangiz menga mehribon er, bir qarasangiz o'ta befarq. Men uning sevgi to'la e'tiboriga juda o'rganib qolibman. Kunlar bir xillikda o'tyapti. Nizom bilan ulkan ishlarni boshlab yuborishdi. Men ham ijrochi direktor sifatida bu voqealarga bevosita ishtirok etyapman. Men uchun eng quvonarlisi otamning ismini tiklab olganim bo'ldi. Nizom bilan bog'liq rejam amalga oshsa, keyin barchasini Abrorga aytib beraman. Kunlar ketidan kunlar o'tib borardi. Bugun ertalabdan boshlab ko'nglimni g'ashlik qoplab oldi. Abrorni ham negadir o'y bosgan. Ochilib gaplashmaydi. Abror aka, nimadandir siqilyapsizmi? Yo'q. Menga shunday tuyulyapti. Qandaydir yechilmagan muammongiz bor-u, lekin menga ayta olmayapsiz. Hammasi joyida. Shu bilan qayta gaplashmadik. Ofisga bordik. Ofisda 1 soat ishladimmi, yo'qmi, ichki ishlar bo'limi xodimlari kirib keldi. Firmani tintuv qilish haqida orderimiz bor. Hech kim joyidan jilmasin. Biz hujjatlarni tekshiramiz. Men tashvish chekmasdim. Ularni hammasini bir boshdan tekshirib bo'lishdi. Keyin esa o'zlari bilan olib kelgan qandaydir hujjatni Abrorga ko'rsatishdi. Abror esa men tomonga imo qildi. Tinchlikmi? Buni sendan so'rash kerak. Tushunmadim. Bu nima deganingiz, Abror aka? Sen katta miqdorda noqonuniy mollarni olib o'tganingni tushuntirib ber. Bu yolg'on. Men hech qanaqa noqonuniy mol olib o'tganim yo'q. Mana bu imzo senga tegishlimi? Men qaltiragancha hujjatlarni qo'limga oldim. Ha, mening imzoyim qolar darajada o'xshatilganda. Men qilmadim. Bundan xabarim yo'q. O'zingni go'llikka solma. Otangni tarbiyasini olgansan-da. Abror aka, menga ishoning, men qilmadim. Abror menga nafrat bilan qarab turardi. Uning sovuq nigohidan ich-ichimgacha muzlab ketdim. Nimalar bo'lyapti? Bu yerda meni aybim nima? Ammo keyin bundan battari bo'ldi. Yangi ochilgan qo'shma korxona hisobidagi mablag'larning bari mening ishtirokimga o'zlashtirilgandi. Eng alam qilarlisi, o'sha pullar umuman birorta hisobda yo'q edi. Bu ishni otam qildimi, Abror qildimi bila olmadim. Ikkovi ham darg'azab edi. Bu qo'shma korxonaga bor budlarni tikishgan va hozirda bankrot bo'lish arafasida edilar. Nizom Abrorni ayblar, Abror esa men va Nizomni sheriklikda bu ishlarni qilganlikda ayblardi. Mening esa boshim qotgan. Biror nima o'ylashga ham yaramasdim. Men bir kunda shunchalar bo'xtonga qolib ketishimni hatto tasavvur ham qilmagan edim. Normurodova amaya, siz biz bilan mahkamaga borishingizga to'g'ri keladi. Men o'tinch bilan Abrorga boqdim. U esa beparvolarcha yuzini ters burdi. Nahotki Abrorning sevgisi yolg'on bo'lgan?
Nega meni bunday qiyin vaziyatdan xalos etmayapti? Nega men uchun harakat qilmayapti? Abror aka, jim. Seni turqingni ko'rishni ham istamayman. Men osmonlardan yerga quladim. Meni ana shunday yerparchin qilishdi. Nega men ketishim kerak? Katta miqdorda o'zlashtirgan pullar va noqonuniy mollar uchun javob berishingiz kerak. Ayni damda Nizomga gapirishni xohlamasamda vaziyat yuzasidan undan yordam kutdim. Ota, siz hech nima demaysizmi? Abror bilan til biriktirib, meni xonavayron qilmoqchi bo'libsanlar-da. Ana, bari tamom. Hech kim menga ishonmaydi. Osmonimga qora bulutlar soya sola boshlagani ayon edi. Men militsiya xodimlari bilan birga ketishimga to'g'ri keldi. U yerda esa meni bittagina karavati bor panjarali xonaga qamab qo'yishdi. Barcha dalillar menga qarshi. Men aybsiz aybdor edim. Bir kunda hammasidan judo bo'lgandim. Oilamdan, sevgimdan. Davomi bor.